daqiqada. Yana ikkinchi qavatda kurash bo'ladi. Ne'matov baland sakradi, uzoqlashtirdi. Va ichkariga to'pni uloqtirmoqchi. Eronlik futbolchi mana ham ichkariga kirishni ko'rsatyapti. Sayfiyev bosh bilan to'pni tashqariga chiqarib yuboryapti. Hakamlar yelka bilan o'ynashni ko'rsatyapti. Eronliklar penalti so'rashyapti. Yelka hech bilan o'ynayapti. O'ynash shu yerda qo'l keldi. Husanov Shomurodovga, Shomurodov qarshi hujumni ochib ketishi mumkin. Unda tezlik bor, unda pas bor. Va bu yerda Azg'aniyev to'pni o'ziga bo'ysundira olmadi. Shukurov, Hamrobekov. Doktor. Alipulov sizdan chiqib ketyapti. To'p maydon tashqarisiga. Muhammad Milat. Aynan shu futbolchi bilan Sayfiyev asosan o'z qanotida to'qnash kelyapti. Shu hakami maydon markazida O'zbekiston qoida buzganini ko'rsatmoqda. Abdullayev edi bu.